Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men yana Fastrex kanali bo'ldi. Bugun sizlar bilan biz YouTube'da stream qilish uchun qaysi ilova yaxshiligini ko'rib chiqamiz. Men uchun yoqadigan mana shu Prime Sleeve nomini bilmadim. O'sha ilova juda yaxshi keldi. Hozir shunga kirib ko'rsataman qanday stream qilish kerakligini. Ilovaga kirganingizda menda hozir ular ulanganligi stream nimasiga kirib ketyapti. Mana Google ulangan. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Mana Google ulangan. Bu yerdan esa sizlar grafikasini to'g'rilashingiz mumkin. Yana boshqa narsani to'g'rilanishi mumkin. Bu yerda ekranni bossa, bu telefon ekrani bo'ladi. Ekranni bosganingizdan keyin ready degan so'zni bosasiz va go live so'zini bossangiz stream boshlanadi. Faqatgina hozir internet o'chirilgani uchun internet yo'q deb chiqaryapti. Bu ilovani topish uchun Play Marketga kirib, qidiruvdan Prime Live Studioni bossangiz, birinchisidan chiqib keladi. Mana shu ilovani tortishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ilovani